yashil energiya salohiyatini rivojlantirish uchun strategik mavqega ega bo'lib, 2030-yilgacha O'zbekiston umumiy energiya quvvatining 25-30% qayta tiklanuvchi manbalardan olishni maqsad qilgani jahon hamjamiyati tomonidan ham katta qiziqish bilan kuzatmoqdalar. O'zbekistonning bunday ishga qo'l urgani ayrim kuzatuvchilar, ayrim internet faollari tomonidan tanqidlarga uchradi. Uning salohiyatiga shubha bilan qarayotganlar ham yo'q emas. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 2-dekabrdagi PQ 436 sonli 2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasining yashil iqtisodiyotga o'tishga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi O'zbekistonda yashil energiya tizimini joriy qilishdan ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy foyda kelishi kutilmoqda. Bunda mamlakatning quyosh va shamol resurslari salohiyati yuqori bo'lib, tadqiqotlarga ko'ra, O'zbekiston Markaziy Osiyodagi eng istiqbolli shamol va quyosh energiya salohiyatiga ega mamlakatlardan biri hisoblanadi. Serquyosh mamlakat o'zining yashil energiya salohiyatini rivojlantirish uchun strategik mavqega ega bo'lib, 2030-yilgacha O'zbekiston umumiy energiya quvvatining 25-30% qayta tiklanuvchi manbalardan olishni maqsad qilgani jahon hamjamiyati tomonidan ham katta qiziqish bilan kuzatmoqdalar. Albatta, hozirgi kunda yashil energiyaga o'tish, yashil energiya salohiyatidan foydalanish jahonning eng rivojlangan davlatlari qo'l urgan, bel bog'lagan bir paytda O'zbekistonning bunday ishga qo'l urgani ayrim kuzatuvchilar, ayrim internet faollari tomonidan tanqidlarga uchradi. Uning salohiyatiga shubha bilan qarayotganlar ham yo'q emas. Darhaqiqat, yashil iqtisodiyotga o'tish, yashil energiya resurslaridan foydalanish juda ham qiyin va murakkab jarayon hisoblanadi. Bunda kompleks yondashuv va barcha mumkin bo'lgan xatarlarni hisobga olishni talab qiladi. Shuning uchun bugun va kelajak oldidagi mas'uliyatni his qilgan holda mutaxassislarimiz, davlatimiz rahbari tomonidan bu kabi xatarlarni, xususan ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ekologik, atrof muhit va iqlim o'zgarishi bilan bog'liq bo'lgan risklarni hisobga olgan holda ularni yumshatish bo'yicha kerakli chora-tadbirlar belgilab olindi. Bulardan eng birinchisi bo'lib, albatta, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 2-dekabrdagi PQ 436 sonli 2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasining yashil iqtisodiyotga o'tishga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaroriga muvofiq 2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasida yashil iqtisodiyotga o'tish va yashil o'sishni ta'minlash dasturi, harakatlar rejasi va 2022-2026 yillarda iqtisodiyot tarmoqlarida yoqilg'i energetika resurslarini tejashning maqsadli parametrlari va yo'l xaritasi ishlab chiqildi va ularni amalga oshirish yuzasidan mas'ullarga shaxsiy javobgarlik yuklatildi. Albatta, bunday kompleks chora-tadbirlarning barchasi va ular orqali mas'ullarga, mutaxassislarga shaxsiy javobgarlikning yuklatilishi avvalo yurtimizda nafaqat byurokratiyani oldini olish maqsadida, balki korrupsiyaga qarshi kurashish bilan bog'liq muammolarni bartaraf etish va belgilangan maqsadga sifatli, bosqichma-bosqich va tartib bilan amalga oshirishni ta'minlaydi. Albatta, bu kabi yirik loyihalar yuqori darajadagi sifatli texnologiyalarni joriy qilishni talab etadi. Ayniqsa davlatimiz rahbarining 2025-yil 14-yanvar kuni Birlashgan Arab Amirliklariga qilgan tashriflari chog'ida energiya va suv ta'minoti, tozalash tizimlarini boshqarish sohasida jahondagi yetakchi va yirik ishlab chiqaruvchi operatorlar bo'lgan Masdar, Water Solutions, Etihad Water and Electricity kabi kompaniyalar mamlakatda yashil energetika ta'minot xizmatlarini ko'rsatish tarmoqlarini modernizatsiya qilish va ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash bo'yicha investitsiya loyihalarini amalga oshirish rejalari ko'rib chiqildi hamda Prezidentimiz tomonidan qo'llab-quvvatlandi. Umuman olganda, so'nggi 5 yilda energetika sohasida qariyb
qariyb 20 milliard dollarlik loyihalar amalga oshirilgan. Tabiiyki, olib borilayotgan bu kabi yirik loyihalar, bu kabi ishlar albatta yetuk mutaxassislarni, malakali mutaxassislarni jalb qilishni taqozo etadi. Shu sabab oliy ta'lim muassasalarida mutaxassislarni tayyorlash, tadqiqotlarni qo'llab-quvvatlash, grantlar ajratish orqali yurtimizda bu kabi loyihalarni amalga oshirish uchun keng imkoniyatlar yaratildi. Qisqa qilib aytganda, O'zbekistonda yashil energiya tizimini joriy qilishdan ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy foyda kelishi kutilmoqda. Bunda mamlakatning quyosh va shamol resurslari salohiyati yuqori bo'lib, barqaror rivojlanish va energetik xavfsizlikni ta'minlash uchun barcha xavf-xatarlar oldindan o'rganib chiqilgan va ularni amalga oshirish bo'yicha yetarlicha chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.